Salam qadrlik savodashlar, bugun biz ingliz tili grammatikasi 4-bo'lakni so'zlaymiz. Ingliz tili grammatikasi 4-bo'lagida biz asosliq so'zlaydiganimiz odatdagi hozirgi zamon. Odatdagi hozirgi zamon ingliz tili grammatikasida intayin muhim o'rin tutadi. Shunaqla biz hozirgacha 4 dars qilib o'tib kelayotgan yangi ingliz tili birinchi qism 47-darsni tushunishda hamda bundan keyingi darslarni tushunishda intayin muhim o'rin tutadi. Şunlaşqa bu zamanninki, yani odatdagi hozirgi zamanninki ishiltish usuli, jumla qurilmasi ham diqqat qiladigan nuqtalarni intayin yaxshi egallash bundan keyingi ingliz tili o'rganishinglarda intayin muhim o'rin turadi. Şunlaşqa bu darsni intayin yaxshi ko'ringlar. Biz bu darsdagi mazmunlarni, ya'ni mashq darsimizda ko'plab mashq qilamiz. Darsda o'qituvchilar iltabir. Oldi bilan ingliz tilidagi zamonlar to'g'risida qisqacha to'xtalsak, biz ingliz tilidagi zamonlar ichidagi bir zamonni o'rganib oldik. Ya'ni hozirgi davomlashayotgan zamonni o'rganib oldik. Buning mashqlarini mishildik, ham ko'plab mashq qildik. Buni yaxshi bilasizlar. Endi bugungi odatdagi hozirgi zamon, xuddi biz o'rganib o'tgan hozirgi davomlashayotgan zamondek ingliz tilidagi 16 zamonning ichidagi birisi. Lekin ingliz tilida 16 zamanның әммісіне біліш талап қылынмайды. Yani siz ingliz tilidagi 16 zamanның ішіндегі faqat 9 zamanni intayin yaxshi bilsanglar, sizlar ingliz tilida har qanday til sharoitida hech qanday qiynalmay ham hech qanday qiyinchilik uchirmay tushuna olasizlar ham so'zlay olasizlar. Bundan boshqa beqinli jumla bor. Beqinli jumla bilan 9 zaman va ingliz tilidagi majhul darja ingliz tilining butkul grammatikasi shu. Demakchi, ingliz tili grammatikasi Uyg'ur tili grammatikasiga solishtirgan chaqda favqulodda oson. Lekin men so'zlagan chaqda texim osonlashtirma, shunlashqa savodashlar ko'ngil qo'yib anglasanglar, andan keyin biz ishlaydigan mashqlarga to'liq qatnashsanglar, bu zamonlarni tezlanma egallab ketalaysizlar. Zamonlarni egallab bo'lgandan keyin asosli qildigan ishinglar nima degan chaqda so'zliklar qolib qoldi. So'zlikning o'qilishini talaffuz qilish usulini biz hozirgacha o'rganib o'tyapmiz. Ham bundan keyin to'xtamay o'rganamiz. Shunday bo'lgan chaqda sizning ingliz tilinglar mukammal holat etilib chiqadi. Endi biz odatdagi hozirgi zamonga qaytib keldik. Odatdagi hozirgi zamon har qanday zamanni o'rgangan chaqda eng oldi bilan bilish tegishli narsa u zamonni zodi qandaq ahvol ostida ishiltimiz. Ya'ni qandaq ahvol ostida ishiltimiz deganimiz, ya'ni bu zamonni men qaysi vaqtni ko'rsatgan chaqda yoki qaysi turdagi gapni qilgan chaqda mushu zamonni ishiltishim kerak. Ikkinchi yo'l bildirganimiz bu zamonninki jumla qurilmasi qanday bo'ldi? Üçüncü olab bildiğimiz bu zamanның içindeki cümle kurulmasını egallab bo'lgandan keyin bunun sual şekli ve alaydı so'roq şeklini o'rganamiz. Eng aqısı da bu zamanның içindeki intayin alaydı bo'lgan bo'laklarni o'rganamiz, ham diqqat qiladigan nuqtalarni ko'ramiz. Shuning bilan har qanday zaman oxirlashadi. Unda bo'lsa biz odatdagi hozirgi zamonni boshlab kelsak, biz eng oldi bilan so'zlaydiganimiz odatdagi hozirgi zamon zodi qandaq ahvol ostida ishlatildi yoki men qandaq gap qilgan chaqda bu zamonni ishlatiman. Oldi bilan biz odatdagi hozirgi zamonninki ishlatilish o'rni va ifodalaydigan ma'nolarni ko'rib o'taylik. Odatdagi hozirgi zaman biz mundaq ahvol ostida gap qilgan chaqda yoki mundaq narsalarni haqqa demoqchi bo'lgan chaqimiz ishlatildi. Birinchi, odatdagi hozirgi zaman doimlik holat yoki doimlik odatga aylanib ketgan qarallik yoki andi sandi bo'lsa-mu davomliq bo'lib turadigan harakatni ko'rsatdi. Endi doimlik holat degan nima? Halat deganni balkim ba'zilaringiz tushunamaysizlar. Halat deganimiz qandaq narsa degan chaqda bir odamning holati. Ya'ni holati degan nima? Masalan, men o'quvchi, siz o'qituvchi, mening ko'nglim yerim degandek holatlarni ifodalaydi. Undan boshqa doimlik odatga aylanib ketgan qarallik yoki ansan bo'lgan harakatni ko'rsatadi. Doimlik harakat degan nima? Doimlik harakat deganimiz davomli bo'lib turgan. Masalan, men bir gap qilyapman hozir. Gap qanchaqdan deyman? Men doim kitob o'qiyman kechda. Men doim tushdan keyin televizor ko'raman.
Men doim so'zga varman deymiz. Odatga aylanib ketgan harakat deganimi? Men odatda qana qilma baldur uxlayman. Men odatda baldur turman. Men odatda ochiqlanmayman degandek odatga aylanib ketgan harakat. Aniki qarallik bo'lib turadigan harakat. Masalan, men yilda bir qatim opamni yo'qlayman yoki men oyda bir qatim o'zimni tekshirib turman degandek. Endi ansanda bo'ldigan, lekin ansanda bo'lsa-mu davomli bo'lib turadigan harakat. Masalan, men ba'zida olmayman. Men ancha-muncha qahva ichman degandek. Mushu harakatni ifodalaydi. Ya'ni mushu gapni qanchag'imizda mushu zamonni ishiltimiz. Ya'ni men odatda gap qilgan chag'imda, men hozir qo'shatganga odatda aytmangu, men davomli, men odatda, men doim, men onda-sonda degandek gaplar bilan qo'shib ishlatsam, bir gapni demoqchi bo'lsam, mushu zamonni ishiltaman. Andan keyin men bo'lsam, u bo'lsa, ular bo'lsa degandek hozirgi holatni ifodalagan chaqda mushu zamonni ishiltaman. Masalan, birinchi rasm qarasanglar. They usually go to school on foot. They usually go to school on foot. Ya'ni ular usually degan odatda degan gap, ular odatda go to school. Ya'ni maktabga boradi. On foot. Foot degani bildik. Ya'ni nima? Pachaq. Foot degan ma'nosi chiqadi. Futbolda aytib-ku. Undan on foot deganga piyoda degan ma'nosi chiqadi ingliz tilida. Undan esa bütün cümleni desek, they usually ular odatda go to school, maktabga boradi on foot. Piyoda boradi, menib boradi degan gap. Mesela on tarafdagi rasm qarasanglar, she doesn't usually go to bed late. She doesn't usually go to bed late. U odatda usually go to bed degan karvatga berish degan ma'nosi chiqadi ekan, lekin buning ingliz tilida uxlash degan ma'nosi chiqadi. U odatda uxlamaydi, late, keyin uxlamaydi. Bu nima degan gap? U odatda bek kech uxlamaydi degan gap nima degan gap Uyg'ur tilida? Ya'ni u baldur uxlaydi. Odatda degan gap. Ya'ni mushu xil odatda bo'ladigan, doim bo'ladigan, odatga aylanib ketgan, qarallik yoki inson bo'lgan harakat yoki holatni ifodalaydi. Endi odatdagi hozirgi zamonninki ikkinchi ifodalaydigan ma'nosi izchil holatni ko'rsatadi. Izchil holat degan nima degan gap? Izchil holat degan gap, siz burunmi shundaqdingiz, hozirmi shundaq, kelgusidagi ma'lum bir mezgilgacha, ash o'zgarmaguncha siz yana shundaq degan ma'noni holat deymiz. Masalan, siz o'quvchi, masalan, siz mana deysiz, I'm a student desiniz, siz men bir o'quvchi dedingiz, siz ma'lum bir vaqtdan boshlab o'quvchi dedingiz, hozirgacha o'quvchi, kelgusidagi ma'lum bir vaqtlargacha yana o'quvchi bo'lasiz degan ma'noni bildiradi. Ya'ni, masalan, rasm qarasak, birinchi rasm, she's French. U fransiyalik. U fransiyalik. She lives in Paris. U odatda Parijda yashaydi. Bu jumla qarasak, she's French. U fransiyalik. U fransiyalik degan bu nima gap zodi? U hozir fransiyalikmi? Kelgusida fransiyalik bo'lib qolamda? Burun fransiyalikmi? Yo'q. Hammasi bor ichida. U burunmi fransiyalikdi, hozirmi fransiyalik, kelgusida boshqa ko'chib ketmasa, Kanadalik yoki Amerikalik deb şu an ko'chib, shu yerninki nupusi o'tib, shu yerning puhrasiga aylanmasa, u yanala nima fransiyalik. Shunlashqa she's French degan gap hargiz u burun fransiyalikni yoki u hozir fransiyalik yoki u kelgusida fransiyalik bo'ldi degan ma'noni bildirmaydi. Buning ma'nosi u burunmi fransiyalikni, hozirmi fransiyalik, kelgusida bu boshqa ko'chib ketmasa, yanala fransiyalik, ko'chib ketgich yanala fransiyalik bo'ladi degan ma'nosi chiqadi. She lives in Paris. U odatda Parijda yashaydi. Buning ma'nosi nima? Buning ma'nosi hargiz u burun yashagan, u hozir yashaydi, u kelgusida yashamoqchi degan ma'noni bildirmaydi. U burundan Parijda yashagan, hozirmi Parijda yashaydi, kelgusidagi ma'lum bir vaqtgacha toki u boshqa ko'chib ketmaguncha yoki Frankfurtga yoki Rimga ko'chib ketmaguncha u yanala Parijda yashaydi degan ma'noni bildiradi. Mana buni biz ingliz tilida izchil holat deymiz.
Yani burunmu şundaqdi, hazırmı şundaq, kelgüsüdeki ma'lum bir mezgilgacha yanıla şundaq. Endi mesela o'ng tarafga resim qarasanglar. Jane speaks 4 languages. Jane so'zlaydi 4 tilda. Yani 4 tilni so'zlayalaydi. Jane 4 xil tilni biladi deymiz o yoki. Unda esa bu yerda intayin muhim bir narsa bor. Jane degan bu qiz shunaqa. Buning zodi odatda beradigan ma'nosi zodi nima chiqadi? Jane speaks 4 languages. Jane speaks 4 languages. Yani o 4 xil til so'zlaydi. O 4 xil tilni o'rgandi. Hozir so'zlaydi. Bundan keyin so'zlaydi. 4 xil tilni o'rganib bo'lgan osh kundan boshlab bu 4 xil tilda so'zlaydi. Hozirmi shu 4 xil tilda so'zlaydi. Bundan keyinmi u bir hodisaga uchrab ovoz bitib qolmasa yoki baq qerib ketib birazini unutib qolmasa u yana 4 xil tilda so'zlaydi degan ma'no berdi. Yani bu so'zlaydi emas, so'zlaydi hozir emas, so'zlamoqchi emas, balki u 4 xil tilni so'zlayalaydi, odat 4 xil til so'zlaydi degan ma'noni berdi. Ikkinchi, ya'ni odatga hozir zamonning ifodalari nima ekan? Izchil holatni ko'rsatib berar ekan. Endi uchinchi bo'lib, odatga hozir zamon, ya'ni haqiqat, qonuniyat qatorliqlarni ko'rsatib kelalaydi. Masalan, haqiqat, qonuniyat degan nima? Masalan, inson aman o'ladi. Bu nima deymiz? Haqiqat. Hech kim qochib qutulamaydi, aman o'ladi. Adam shunaqa, bu haqiqatga aylanib ketgan. Hech kim inkor qilmaydi buni. Shunaqa. Demakchi, mushundaq ahvol ostida yana odatdagi hozirgi zamonni ishlatamiz. Masalan, birinchi rasmni qarasanglar. The earth, yer shari turns 350 degrees every day. Yani the earth turns 350 degrees every day degan gap, yer shari bir kunda 360 gradus aylandi degan gap. Bu haqiqat. Yani bu yer sharining bir kunda 360 gradus. O'z o'qida bir qatam aylanganligini biz bilamiz. Endi o'ng tarafga rasm qarab boqaylik. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. Su qaynaydi 100 Celsius gradusda. Yani suvning 100 Celsius gradusda qaynaydiganligi bu bir haqiqat. 100 Celsius gradusda qaynaydiganligi. Shunlashqa bu xil narsalarni ifodalashda, ya'ni qonuniyatga, haqiqatga aylanib ketgan narsalarni ifodalashda biz qaysi zamonni ishlatganmiz yana? Odatdagi hozirgi zamonni ishlatganmiz. Masalan, yer shari o'z o'qida 360 gradus aylandi yoki suv 100 Celsius gradus qaynaydi yoki inson aman o'ladi degandek, bunaqa haqiqat, qonuniyatga aylanib ketgan narsalarni ifodalashda biz yana odatdagi hozirgi zamonni ishlatganmiz. Endi 4-chi ishlatilish o'rni. Odatdagi hozirgi zamon hozirgi holatdagi sezgi, hissiyot, o'y fikrni ifodalab kelalaydi. Masalan, hozirgi holatdagi sezgi, hissiyot, o'y fikr degan nima? Qarmoqqa xushal ko'rinyapsiz. Qarmoqqa nihoyat ko'nglingiz yerim ko'rdi. Shunaqa yoki sezgi degan nima? Bu tomoq bek ta'mlikkan deganga o'xshash hozirgi musha holatdagi hozirgi holatdagi sezgi, hissiyot, o'y fikrni ifodalaydi. Masalan, birinchi rasmni qarasak. She doesn't seem very happy at the moment. She doesn't seem very happy at the moment. U qarmoq hozir bek xushal emasdek ko'rinyapti. It tastes good. It tastes good. Yani bu naiti ta'mlikkan. Ya buni ta'mi bek yaxshikan demakchi. Yani bu ikki narsa nimani ifodalab kelyapti? Qarmoqqa siz hozir toz xushal emas. Hissiyotingizni ifodalab kelyapti. Ikkinchi, it tastes good degancha, yani bu tetimoqqa, yani yemakka, yani buningki ta'mi intayin yaxshikan. Siz his qildingiz shunaqa, hissiyotingizni ifodalab beryapti. Yani 4-qoida, odatdagi hozirgi zaman sizning mushu hozirgi holatdagi sezgingiz, hissiyotingiz, o'y fikringizni ifodalab kelalaydi demakchi. Endi 5-olab, odatdagi hozirgi zaman vaqt jadvali tuzilib bo'lingan, kelgusida yuz beradigan harakatni bildirib kelalaydi. Masalan, poyezd 6 yo'lga chiqdi. Aeroplan soat 8 uchdi.
deganga o'xshash. Masalan, birinchisi qarab baqsaq. Mary starts school tomorrow. Mary starts school tomorrow. Ya'ni Mary boshlaydi maktabini ata. Ya'ni atadan boshlab Mary maktabga kirdi deganga. Ya'ni bu harakat qanday qilindi? Allaqachon buningki vaqt jadvali tuzib bo'lindi. Yoki siz Mary'ning ota-onasi bo'lsangiz, siz maktabga berib, uni tizimlatib bo'ldingiz. Atadan boshlab o'qish boshlandi, kasb bo'ldi dedi. Hamma narsa tayyor. Mary o'ziningki nimasini bo'xchillarini yoki so'mkalarini tayyor qildi, qalam, daftarlarni tayyor qildi, maktab borman dedi. Shu xil havolasida bu zamonni ishlatishga bo'ldi. Masalan, ikkinchisi qarsak, the train leaves Manchester. Manchester degan Angliyaning bir shahri, The train leaves Manchester. Ya'ni poyezd ayrıldı Manchesterga, ya'ni poyezd yo'lga chiqdi Manchesterga at 11:30. Ya'ni 11:30da yo'lga chiqdi. And arrives in London, hamda bordi Londonga at 14:20 p.m. Ya'ni 14dan 20 minut, ya'ni 2dan 3dan keyin soat 2dan 20 minut o'tgan chaqda nega yetib bordi dedi, Londonga yetib bordi. The train leaves Manchester at 11:30 and arrives in London at 14:20 p.m. Ya'ni demakchi bu yerda bu poyezdninki yo'lga chiqish vaqti qana qilingan vaqt jadvali tuzib bo'lingan. Bu necha yo'lga chiqadi ekan Manchesterdan 11:30 da. London qachon bordi ekan 14dan 20 o'tgan chaqda berib bo'ldi ekan. Yani mo'shundoq, ya'ni kelgusida bo'lgan ishlarga vaqt jadvali tuzilib bo'lgan, ham vaqti bekitilib bo'lgan, jadval chiqib bo'lgan, uningki bo'lishi yoki bo'lish vaqti aniq bo'lib qolgan ishlarga biz qanday ishlatadiganmiz, yana odatdagi hozirgi zamonni ishlatadiganmiz. Buningga kelgusi zamonni ishlatishning hojati yo'q demakchi. Masalan, mening poyezdim soat 11:30 yo'lga chiqdi deb kelgusini ifodalashning hojati yo'q. Chunki 11:30 da poyezdning ma'nig'ini aniq holda vaqt jadvali kirgizilib bo'lgan. Shunlashqa biz nima deyapmiz? 11:30 yo'lga chiqdi yoki mening aeroplanim 12 da uchadi degandek hamma narsalarni o'sha zamonda ifodalayotganmiz. Bu hozirgi odatdagi hozirgi zamonninki ifodalaydigan 5 xil ma'nosi. Endi biz odatdagi hozirgi zamonninki ifodalagan ma'nolarini xulosalab, birinchi yo'lab odatdagi hozirgi zamon nimani ifodalayotgan? Doimli holat, ya'ni izchil holatni ifodalayotgan yoki doimli harakat, odatga aylanib ketgan harakat, qarorlik harakat yoki andi-sandi bo'lsa davomli bo'lib turadigan harakatni ifodalaydi ekan. Masalan, men doim so'zima, men doim futbol o'ynayman deganga o'xshash. Hem ikkinchi yo'lab odatga zaman izchil holatni ko'rsatadi. Masalan, I'm a student deganni biz burundan o'rganib o'tdik, hozircha ishlatib kelyapsizlar. Lekin qaysi zamonning tavalligini hozircha bilmadinglar. Xo'sh, endi hozir bildinglar, bu odatdagi hozirgi zamonning tavasidagi jumla ekan. Biz buningki jumla tuzish usullarini, alohida jumla shakllarini hozircha mashq qilib kelyapmiz. Shunaqa bu mashq qilib kelgan mush narsalarning hammasi nima qaysi zamonga tava ekan? Odatdagi hozirgi zamonga tava ekan. Ya'ni bu izchil holatni ifodalaydi ekan. Masalan, men bir o'qituvchi desam, men burundan o'qituvchidim, hozir o'qituvchi, kelgusidagi ma'lum bir vaqtlargacha men o'qituvchini tashlab, yog'ochchilik qilmaguncha men yana o'qituvchi degan shu izchil holatni ko'rsatadi ekan. Yoki men odatda Rimda yashayman desam, Rimda mening uyam bor, Rimda men burundan Rimda turib kelgan ma'lum bir vaqtdan boshlab hozirmi Rimda turma, bundan keyin Rimda turma degan izchil holatni ifodalaydigan. Uchinchi yo'lab haqiqat qonuniyatni ifodalaydigan. Masalan, yer shari o'zi quda 360 gradus aylandi kunda deganga o'xshash. Yoki odam hamon o'ludi deganga o'xshash. To'rtinchi yo'lab odatga zaman hozirgi holatga sezgi, hissiyat, o'y fikrni ifodalaydigan. Masalan, mening ko'nglim yerim. Yoki bu tomoq ajab tamlikkan. Men toza xo'sh bo'lanmadim. Menga o'xshash hozirgi holatga, hozir shu vaqtdagi sezgi, hissiyat, o'y fikrni ifodalab bergan. 5-yo'lab odatdagi hozirgi zamon vaqt jadvali tuzilib bo'lingan, kelgusida yuz bergan harakatni ifodalayotgan. Masalan, Rimga boradigan poyezd soat 4 yo'lga chiqdi. Yoki Washingtonga boradigan aeroplan 3 da yo'lga chiqdi. Deganga o'xshash. Yoki siz ma'lum bir poyezdga yoki aeroplan bilet deb bo'ldingiz, haq o'pab qachon bo'lsa desa, meningki poyezd soat 11 da yo'lga chiqdi deb mush zamonni ifodalasangiz bo'ladi ekan.
Endi yana sizninki intayin muhim qilib bilgan yani bir narsalar bu zamonniki yani vaqt holatlari. Vaqt holatlari degan faqat vaqtni ko'rsatib keladigan holatlarni ko'rsatib, holat deb qo'ymiz endi grammatikada. Buningki vaqt holatlari qaysilarkan? Always, davomliq, usually, odatda, often, doim, sometimes, ba'zi chaqlarda, never, azaldan emas, every day, har kuni, once a day, kunda bir qatim, twice a week, haftada 2 qatim deganga o'xshash, ya'ni every, har degan ma'nosi qiladi. Every day desanlar har kuni degan o'xshash, never, azaldan unda emas. Sometimes, ba'zi chaqlarda, often, davomliq, usually, odatda, always, doim deganga o'xshash Uyg'ur tilidagi, ya'ni ma'lum bir narsaning yuz berish frequency deymiz, ya'ni yuz berish qatim sonini yoki qanchalik vaqtda bir qatim yuz berdiganligini ifodalab beradigan mushu vaqt holatlari davomli olinib keldi. Yoki ulanmasin bo'ldi, lekin texmo aniq ifodalash uchun odatda ulab yozib olamiz. Yani ulab ishlatamiz. Shuning bilan odatdagi hozirgi zamonning ifodalaydigan ma'nolari tugadi. Lekin sizlar intayin muhim qilib ikki holatni ikki xil mushtam ifodalaydigan ma'nosini bilib olsanglar yaxshi. Birinchisi bu doim bo'lgan, yoki davomli bo'lgan, yoki odatda bo'lgan, yoki andisanda bo'lsin davomli bo'lib turgan holatni ifodalaydi, harakatni ifodalaydi, yoki izchil bo'lgan. Burundan bo'lib kelayotgan, hozirgacha bo'lib kelgan, bundan keyin ma'lum bir vaqtgacha bo'ladigan harakatni yoki holatni ifodalaydi. Masalan, I'm a student desam, men burunda o'quvchidim, hozir o'quvchi, kelgusidagi ma'lum bir vaqtgacha o'quvchi. I live in London desam, men Londonda yashayman desam, men burundan Londonda yashagan ma'lum vaqtdan boshlab, hozir Londonda, bundan keyin Londonda yashayman, ma'lum bir mazgilga ko'chib ketguncha degan ma'noni ifodalaydi. Shuning bilan odatdagi hozir zamonning ifodalaydigan ma'nolari mo'shular. Endi ikkinchi nuqta, men xuddi dars boshlashdan burun degandek, har qanday zamonni o'rgangan chog'da eng oldin bu zamonning ishlatilish o'rnini bildik. Ikkinchi bo'lib, bu zamonningki jumla qurilmasining shakli, ya'ni jumla qurilmasi qanday keladi, shuni ko'rdik. Endi ko'rib boqaylik, odatdagi hozirgi zamonning jumla qurilmasi zodi qanday bo'ladi. Bu jumla qurilmasi avval ega keldi. Har qanday tilda o'xshashgan, bizning tilimizda o'xshash ega. Ega degan men burunda pagandim. Ega degan shu harakatni elib bag'uchi. Xabar ikkinchi bo'lib. Xabar degan fe'l degan harakatni yoki holatni ifodalaydigan narsani biz fe'l deydik. Bu xabar bo'lib keladi. Uchinchi bo'lib to'ldiruvchi. Ya'ni to'ldiruvchini men burun tushundirgandim. To'ldiruvchi deganimiz kimni, kimga, nimani, nimaga, kimdin, nimadan degan savolga javob bo'lib keladigan bilakimiz to'ldiruvchi deydi. Keyindan o'rin keladi, keyindan vaqt keladi. Ya'ni ingliz tilidagi jumla degan chog'da asosan mush holatda keladiganligini men burunmi degan. Bunun boshqa bo'laklari va boshqa bo'laklari chiqqan chog'da bir-birlab o'rganamiz. Asosliq cho'ng bo'laklari mush holatda keldi. Ya'ni odatdagi hozirgi zamonning jumla qurilmasi qanday kelgan? Ega kelgan, xabar kelgan, to'ldirg'ich kelgan, o'rin kelgan, vaqt kelgan. Xo'sh, unda vaqtda biz xabar deganni hozir dedim, nimada fe'l dedik. Fe'l xabar bo'lib keldi o jumlada degandik. Endi fe'llarni men burun o'rgatgan sizlarga fe'l ikkiga bo'linadi. Birisi kesim fe'l, gapni kesadigan fe'l. Ya'ni Uyg'ur tilidagi bo'lsam, bo'lsang, bo'lsa, bo'lsanglar. Ha? Bo'lsam, bo'lsang, bo'lsa, bo'lsanglar degan mushu narsani biz kesim fe'l deymiz. Ingliz tilida yani be fe'lmi deb qo'yamiz. Ya'ni bu gapning kesidi. Men bo'lsam o'quvchi deydi yoki men bo'lsam o'quvchi emas deydi. Shuni kesim fe'l deymiz Uyg'ur tilida yoki be fe'lmi deb qo'ydi. Ba'zi vaqtlarda shunga kesim fe'l bilan kesim fe'l deb ataymiz. Endi ikkinchi bo'lib bir turlik fe'llar bor. Ya'ni harakat fe'li, ya'ni haqiqiy fe'l. Harakat fe'li degan nimani bildiradi? Ya'ni harakatni ifodalaydi. Masalan, play, o'ynash, ask, so'rash, answer, javob berish, give, berish deganga o'xshash harakatni ifodalaydigan haqiqiy ma'nosi bor fe'llar. Unda bo'lsa xabar fe'ldan tuzildi ekan.
Pil ikkiga bo'linadi ekan. Birisi kesim pil, ya'ni bepil ekan, yana birisi harakat pil ekan. Unda bo'lsa o'xshash yanla biz burundan o'rganib kelyapmiz. I'm a student. Men bo'lsam o'quvchi. They're teachers. Ular bo'lsa o'qituvchi. Students are hardworking. O'quvchilar bo'lsa tirishchan. She's beautiful. U bo'lsa chiroyli. He's handsome. U bo'lsa kelishgan. Biz kesim fe'llar bilan tuzilgan jumla shakllarini hozirgacha pishiq o'rganib oldik. Yani hozircha sizlarga dab kelayotgan, ya'ni sizlar mashq qilib kelayotgan, sizlar o'rganib kelayotgan, egallab bo'lgan, ya'ni men bo'lsam, o bo'lsa, ular bo'lsa degan bu jumla nimaga tava ekan? Odatdagi hozirgi zamonga tava ekan. Buning jumla shakli men bo'lsam palonchi. Buning jumla qurilmasi qanday chiqadi? Uyg'ur tilining jumla tartibi bilan o'xshash chiqadi. Yani Uyghur tilida men bo'lsam bir o'quvchi desam, ingliz tilida o'xshash deydim. Men, I bo'lsam am bir a student. Yani o'quvchi deydim. I'm a student deydim. Bu ingliz tilida o'xshashdi. Yoki she's beautiful. U qiz bo'lsa chiroyli deydim. Uyg'ur tilida u qiz bo'lsa chiroyli. U qiz she bo'lsa is chiroyli, beautiful. Shundaq deb ataydim. Yani Uyg'ur tilidan buning tartibi o'xshashdi. Endi haqiqiy harakat fe'li kelgan chaqda-chu, o'ng tarafdagi ostidagi rasm qarasanglar, harakat fe'li kelgan chaqda igi chiqadi, harakat fe'li yani xabar chiqadi, anonikin to'ldiruvchi chiqadi, anonikin o'rin, anonikin vaqt chiqadi. Bularning hammasi cho'qim hammasi bo'lish kerak degan gap emas. Ba'zilar kelsin bo'ldi, kelmasin bo'ldi, lekin tartibi mush bo'yicha bo'ldi. Masalan, men har haftasi futbol o'ynayman. Ingliz tilida ekamiz, men deykanman, xabar kelgan o'ynayman deykanmiz. Anondan keyin nima kelgan? Nimani? Futbolni to'ldiruvchi kelgan. Aqsta buning o'rni yo'q, shunga vaqt kelgan every week. Her haftasi. Undan sonra men her haftasi futbol o'ynayman degan ingliz tilida ekamiz. Men play o'ynayman futbolni every week. Her haftasi deb olganman. Yani ingliz tilidagi odatdagi hozirgi zamonninki harakat fe'li, ya'ni haqiqiy fe'llar bilan tuzilgan jumlaning tartibi ega kelgan, xabar kelgan, anoniki to'ldiruvchi kelgan, anonikin o'rin, aqsta vaqt kelgan. Bu narsaning hammasidan bo'lishi notayin. Ba'zida o'rin kelmaydi, ba'zi vaqt kelmaydi, ba'zi to'ldiruvchi kelmaydi deganga o'xshash. Masalan, they sing every night. Ular naqshi aytadi har kechda. Every degan har degan ma'nosi chiqadi o'rtilda. You always play football. Sen davomli futbol o'ynaysan. He usually plays football. U odatda futbol o'ynaydi. She often asks questions. O qiz davomli odatda doim savol so'raydi. The cat runs all day. Yani bu mushuk kun bo'yi yugurib yuradi. Yani odatdagi hozirgi zamonning jumla qurilmasi, yani birinchi xil shaklimiz hozirgacha yaxshi o'rganib bo'ldik. Yani kesim fe'ldan kelgan shaklni, hamda harakat fe'li, haqiqiy harakatni ifodalaydigan fe'llardan kelgan chaqda ega keldi ekan, anonki nim keldi ekan, to'ldiruvchi keldi ekan, anonki nim keldi ekan, xabar keldi ekan, anonki nim keldi ekan, to'ldiruvchi keldi ekan, anonki o'rin, aqsta vaqt keldi ekan. Xo'sh, unda bo'lsa bu yerda bir savol belgisi bor, o'ng taraf ostidagi rasmda. He usually plays football. She often asks questions degan gap chiqib qoldi. Nimishqa bu yerda play degan gapga asni qo'shib olamiz, asks deganga asni qo'shib olamiz. Bu odatdagi hozirgi zamonninki alayda bir xil shakli. Ya'ni odatdagi hozirgi zamonda agar ega uchinchi shaxs birlik bo'lib qolsa, u vaqtida biz fe'lga as, asni qo'shib beramiz. Bu asni zodi qanda qo'shib beramiz. Uchinchi shaxs birlik degan nima? Uchinchi shaxs birlik deganni biz burun o'rganib o'tgan. Uchinchi shaxs birlik deganimiz ikki odam so'zlashayotgan chog'da ular agar uchinchi bir odamning gapini qilsa, uchinchi bir odamning so'zlashayotgan ikki odamni bo'lak üçüncü bir adamla bo'lsa, bu üçüncü shaxs deb ifodalanadi ingliz tilida. Ya'ni üçüncü shaxs degan hargiz bizning Uyg'ur tilida üçüncü shaxs degandiki üçüncü shaxs emas, aralashib olgan odam emas. Ya'ni men ikkimiz gap qilyapmiz.
bizdan boshqa xohlagan bir odamning gapini qilmoqchi bo'lsam, masalan, u qiz mana qildi, palonchi Akbar mana qildi, po'kunchi bunda uxlamaydi degan o'xshash gapni qilsam, bu yoki palonchi, po'kunchi ikkimizning orasida bo'ladi, uchinchi shaxsning gapini qilyapmiz. Moshuni biz inglizlar uchinchi shaxs deb ataymiz. Bundaq ahvol ostida be fe'l kelsa, kesim fe'l kelsa, biz burun degani paytda uni yaxshi qilsizlar. Men bo'lsam am keldi, I am deyman. Sen bo'lsang you are deyman. He yoki she deb uchinchi shaxs birlik kelib qolsa, is deyman. He is, she is deyman. Yoki uchinchi shaxs birlik kelib qolsa, it kelib qolsa, is deyman, it's deyman. Endi fe'l, ya'ni haqiqiy harakatni ifodalaydigan fe'l bo'lib qolsa-chi. Unda vaqtida men fe'lga s-ni qo'shib berman. S yoki es-ni qo'shib berman. Bo'lmasa mening gapim xato bo'ldi. Endi yegina uchinchi shaxs birlik deganimizni hozirm so'zlab o'tdim. Uchinchi shaxs birlikni yana moddiylashtirgan chaqda, agar sizlar ma'lum bir gapni manda boshlasanglar, he u er, she u qiz, yoki it u narsa, yoki palonchi deb boshlasanglar, hem bu başlanğan gapning oqisidan men mushi zamonni ishlatsam, ya'ni u qiz odatda u er davomli, ya'ni u narsa davomli buna qildi, yoki palonchi to'xtaxun odatda bakkamtar demoqchi bo'lsam, ya'ni ma'lum odamning ismini chiqarib demoqchi bo'lsam, mushni men ingliz tilida uchinchi shaxs birlik deb atayman. Mushna avvalida buning keyindan men haqiqiy harakatni ifodalaydigan fe'lni qo'llanmoqchi bo'lsam, ya'ni manda qildi degan gapni ishlatmoqchi bo'lsam, unda vaqtida men shu fe'lga s yoki esni qo'shib beraman. Masalan, he usually plays football. U odatda futbol o'ynaydi. He degan nima ekan? He, she, it name'ning ichidagi birsi ekan. Ya'ni uchinchi shaxs birlik ekan. U deb gap qilyapman. Men sizga gap qilyapman, lekin meningki jumlamning ichidagi harakatni olib boqchi nima? U bir talada. Shunga u odatda he usually plays. Play degan o'ynash degan gapni biz bildik. Hasni qo'shib berdim, plays football. Ya'ni u futbol o'ynaydi deb mushundoq chiqish kerak. She often, u qiz davomli asks questions. Savollarni so'raydi. Unda bo'lsa bu yerda qarasak, ask degan so'rash degan gapni biz bildik shunaqa. Unda bo'lsa u qiz davomli savol so'raydi degan askga bekodin asni qo'shib beryapman. Ya'ni ingliz tilida agar men odatdagi hozirgi zamonni ishlatsam, u odatda mana qildi, yoki davomli mana qildi, yoki inson mana qildi demoqchi bo'lsam, hamda men manda qildi deb haqiqiy harakatni ifodalaydigan fe'llar bilan bu jumlamni demoqchi bo'lsam, men shu fe'lning oqisiga s yoki esni qo'shib beraman. Xo'sh, unda bo'lsa men haqiqiy fe'llar bilan odatdagi hozirgi zamonni ifodalagan chaqda, ya'ni bo'lishlik shaklini ifodalagan chaqda s, esni fe'lga qo'shib berdi ekanman. Unda xohlagancha qo'shsam bo'lamdi ma'lum? No, bo'lmaydi. Buningki qo'shish shakli va o'qish usuli va shu bo'yicha o'lchamlik o'rganishlar. O'lchamlik o'rganmaslik nimadan derak berdi? Haq gap qilsa siz tushunmaysiz, sizning gapingizni haq tushunmaydi degan gap bo'lib qoldi. Masalan, siz qo'pab, ular ingliz tilida eginidi deb qo'ydingiz, haq tushunalmi? Haq o'rganidi deb aytadi, shunaqa. Mesela siz dersiz Akbar odatda almaydi deydiniz. Lekin siz uni Akbar odatda almaydi deb qo'ydingiz. Mesela Akbar odatda almaydi. Haq tushunamdi buni? Tushunishi mumkin. Faraz qilib. Bu olim odatda almaydi demoqchi ekan deb bilish mumkin, lekin yana uqamaydi. Endi haq o'pab Akbar odatda almaydi desa, siz nima deb o'rgandingiz? Akbar odat almaydi deb o'rgandingiz. Shunlashqa siz tushunmaysiz. Demakchi, buni o'lchamlik o'rganish intayin muhim. Buning qo'shish usulidan tortib toki o'qish usuligacha intayin o'lchamlik o'rganishga to'g'ri keldi. Unda bo'lsa, odatdagi hozirgi zamonninki uchinchi shaxs birligiga s, esni qo'shish kerak ekan. Unda qanday vaqtida s qo'shiman, qanday vaqtida esni qo'shiman. Ondan lekin men buni talaffuz qilgan chaqda
buni zodi C deb olamdimi, Z deb olamdimi yoki S deb olamdimi? Ha? S yoki Z yoki S deb 3 xil elimda, mush 3 xil olamdimi? Undan ko'rib boqaylik. Aldı bilan odatdagi hozirgi zamonninki jumla qurilmasi ichidagi 3-shaxs birlikka haqiqiy harakatni ifodalagan fe'llarni qo'shgan chaqda s-ni zodi qanday qo'shmak? Birinchi qoida, har qanday fe'lga s-ni qo'shish orqali uning 3-shaxs birlik shaklini yasash bo'ldi. Masalan, biz o'rgandik give, berish, gives 3-shaxs birlik. Masalan, she gives money her son every day. Masalan, u o'g'liga har kuni pul beradi. Listen, anlash, listens. Show, ko'rish, shows, ko'z tush. Open, ichish, opens. Shaxs birlik. Davomli ochadi. Shunaqa. Demakchi, ingliz tilida har qanday fe'lga birinchi cho'ng qoida, har qanday fe'lga s-ni qo'shish orqali 3-shaxs birlik holatini yasashga bo'ladi. Odatda hozirgi zamonning ichida. Endi ikkinchi qoida. Agar fe'llar ya'ni biz ishlatayotgan, jumlada ishlatayotgan fe'lninki yezilishining eng aqsi 2s, 2z yoki sh yoki ch yoki o yoki x degan mush 6 harf bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, unda vaqtida men bu fe'llarga s-ni qo'shib, buning 3-shaxs birlik holatini yasayman. Masalan, wash, biz o'rganib o'tdik, wash, yuvish, washes. Masalan, she washes clothes every day. U kunlik yuvdi. Watch, ko'rish. Buningga eng ch bilan oxirlashdi, shunga s-ni qo'shib berdim. Nima deymiz? Watches, ko'rish. Masalan, she watches TV every day. Masalan, u qiz kunda televizor ko'radi. Masalan, go, berish. O bilan oxirlashibdi, unda esa s-ni qo'shib berdim. Goes, u boradi. She goes to school every day. U qiz kunda maktabga boradi. Bu ikkinchi qoida. Ya'ni mush 6 harf bilan oxirlashgandan keyin biz nimani qo'shib berdik? s-ni qo'shib berib, odatdagi hozir zamonninki 3-shaxs birlik fe'llik holatini yasaydi ekanmiz. Endi 3-qoida, agar fe'llar y bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, anandan keyin y-ning oldida bir uzuk tovush bo'lsa, undaqda biz y-ni i-ga almashtirib etib, anandan keyin s qo'shib beramiz. Diqqat qiling, bu yerda 2 shart bor. Birisi, shu ishlatayotgan fe'l y bilan oxirlash kerak. Ikkinchi shart, bu y-ning oldida cho'qim uzuk tovush, ya'ni uzuk harf bo'lish kerak. Shunda vaqtida men anandan keyin mush qoida bo'yicha elib bora olaman. Ya'ni ma'lum bir fe'l y bilan oxirlasam, y-ning oldida uzuk tovush bo'lsa, men avval y-ni i-ga o'zgartirib etib, anandan keyin s qo'shib beraman. Masalan, study, o'rganish. Study qarasanglar, bu nima bilan oxirlashibdi? Aqsi y bilan oxirlashibdi. Anandan keyin y-ning oldida nima bor ekan? D var ekan. Ya'ni bu D uzuk tovush. Shunlashqa y-ni avval men i-ga aylantirib etib, anandan keyin s qo'shib beraman. Studies. Studies. Masalan, she studies English every day. U qiz kunda ingliz tili o'rganadi. Masalan, he studies biology. U bala biologiya o'rganadi. degan o'xshash. Ya'ni ikki shart bor. Birisi y bilan oxirlash kerak fe'l, ikkinchisi y-ning oldida uzuk tovush bo'lish kerak. Shuna vaqtida men y-ni i-ga aylantirib etib, anandan keyin s qo'shaman. Mana bu s-ni qo'shish usuli. Jig'inchoqlagan chaqda odatdagi hozirgi zamonda men 3-shaxs birlikni ishlatib, bu birlikning ichidagi, ya'ni fe'llarni 3-shaxs birlik aylantirgan chaqda 3 qoidaga bo'ysundim ekanman. Odat s-ni qo'shib berdim ekanman, ma 6 tovushdan keyin s-ni qo'shib berdim ekanman. Agar y bilan oxirlashsa, y-ni i-ga aylantirib etib s-ni qo'shib berdim ekanman. Demak, oddiylashtirsak, sizning bildiğinizlar faqat 2-chi, 3-chi qoida. Y bilan oxirlashgan fe'llar, anandan keyin 6 harf bilan oxirlashgan fe'llarni bilib olsanglar, mush 7 harfdan keyin men o'zgartirish elib bordi ekanman. Ya'ni oldidagi 6 harfdan keyin s qo'shadi ekanman. Agar fe'l y bilan oxirlashib qolsa, y-ning oldida uzuk tovush bo'lsa, y-ni i-ga aylantirib s qo'shadi ekanman. Qolgan ham ahvolda qanaqa qilsam bo'ldi ekan? Faqat s-ni qo'shib bersam bo'ldi ekan.
Жығынчақлыған чағда мұш бойынша qo'shib mağınız. Odatdagi hozirgi zamonning 3-shaxs birlikka SESni qo'shish qoidasi mushu. Endi ma'noga qarab boqaylik. Odatdagi hozirgi zamonga SESni qo'shishni bildik. Unda bo'lsa odatdagi hozirgi zamonning 3-shaxs birligiga SESni qo'shgandan keyin men xohlagancha o'qisam bo'lamdi. Yo'q, bo'lmaydi. Ko'pincha odamlar xohlagancha o'qiydi. Shunglashqa biz odatda ko'rib turamiz. Men taz yaxshi tushunmayman. Men so'zlasam xalq tushunmaydi. Mening anglash qobiliyatim yaxshi emas, so'zlash qobiliyatim yaxshi degan anglab qolamiz. Shunaqo, bu amaliyotda o'zini aldashdan iborat. Ya'ni demakchi, buni haqiqiy o'lchamlik talaffuz bilan talaffuz qilmagan chaqda sizlarningki anglash ham so'zlash qobiliyatingizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni sizlar ma'lum bir gapning talaffuzini yaxshi anlamasanglar, xuddi o'zgartib o'zbekcha yoki masalan uyg'ur tilini o'zbekcha yoki turkcha yoki qozoqcha deb qo'ygandek bo'lamiz. Masalan, men odatda u qiz futbol o'ynaydi demoqchi bo'lib, men uni u qiz futbol o'ynaydi deb qo'ysam, bo'ldi. Xalq tushuna olishi mumkin. Lekin xalq futbol o'ynaydi desa, anqitib turib qolsizlar. Ajab bir bak tonish gap qilyapti deya. Bu odatda gap bu, lekin murakkab gaplar bor. Ajab bu tonish men bildigan bir gapni qilgandek qildi ya deysizlar, shuningla anglash, ya'ni inkosinglar ostuldi, anglab tushunamaysizlar, xalq qo'pab sildi. Futbol o'ynaydi desanglar, xalq taz yaxshi tushunamasligi mumkin. Shunlashqa bu talaffuzni yaxshilash, ingliz tilidagi so'zlash va anglab tushunish qobiliyatini yetildirishda intayin muhim. Shunlashqa biz odatdagi hozirgi zamonning 3-shaxs birlikka asosiyasi qo'shgandan keyingi o'qish qoidasini o'rganib o'tamiz. Undaqda biz o'qish qoidasiga qarab boqaylik. Agar sizlar 3-shaxs birlik, ya'ni 3-shaxs birlikda oddiy hozirgi zamonni ifodalagan chog'ingizda asldagi fe'l tuvandagi tovushlar bilan oxirlashsa, ya'ni p, t, k, f, y bilan oxirlashsa, ya'ni demakchi o'g'limiz bu yerda asldagi fe'l mushu tovushlar bilan bu harflar bilan emas. Mush tovushlar bilan. Tovushlarni siz bak yaxshi o'qisizlar. Men o'rgatib o'tgan. Mush tovushlar bilan oxirlashgan chog'da buning asiyasi qo'shgandan keyin biz buni talaffuz qilgan chog'da asldagi fe'lni o'qilishga sni qo'shib talaffuz qilamiz. Ya'ni buning oxirgi bilan bilan oxirlashgan fe'l asosi yo'q deylik. Shunlashqa oldingi 5 tovushni egallab olsanglar, yodlab olsanglar bo'ladi. Ya'ni p, t, k, f ni egallab olsanglar, agar biz ishlatayotgan asldagi fe'l mushu 5 tovushlar oxirlashib qolgan bo'lsa, bu fe'lga biz asiyasini qo'shgandan keyin deb talaffuz qilamiz, ya'ni asldagi fe'lni o'qilishga sni qo'shib talaffuz qilamiz. Masalan, like yaxshi ko'rish. Like'ga bevosita as qo'shildi, chunki buningda oxiridagi ikki ya'ni qo'shish usul yo'q. Shunga asli ham qo'shimiz. Like'ga asni qo'shgandan keyin buningga k bilan oxirlashibdi. K degan a5 harfini ochadi ekan, undan so'ng likes, likes. Masalan, sit, o'ltirish. Sitga asni qo'shgandan keyin sits, chunki t bilan oxirlashibdi. Shunga ts, sits. Endi look, qarash, ya'ni k bilan oxirlashibdi. Bu 5 tovushdan shid bor ekan, undan so'ng looks. Ya'ni mush 5 tovushlar oxirlashgan aslik fe'lga asiyas qo'shgandan keyin aslik fe'lni o'qilishga sisni qo'shib talaffuz qilamiz. Endi ikkinchi qoida. Agar asldagi fe'l, ya'ni biz oddiy hozirgi zamonning 3-shaxs birlik ishlatayotgan fe'llar s, z, sh, j, ch ma tovushlarni silib qilsa, men buni o'rgatib o'tgan. Mush 5 tovushlar oxirlashgan chog'ida bu fe'lga biz asiyas qo'shgandan keyin bu SESni biz is deb talaffuz qilamiz. Masalan, watch, ko'rish. Buni ch bilan oxirlashib, shunga es qo'shimiz, odat qo'shgan chog'da. Undan so'ng watchga isni qo'shib watches. Masalan, yush, wash. Washga sh bilan oxirlashgachqa es qo'shimiz, o'qigan chog'da is deb talaffuz qilamiz. Wash sh bilan oxirlashibdi, shunga washes. Shunlashqa bu 5 tovushni cho'qim egallab olishinglar kerak.
Yani ingliz tilida mush 5 tovushlan oxirlashgan fe'llarni oddiy hozir zamonninki 3 shaxs birlik ishlatgan chig'imda bu fe'llarga ses qo'shgandan keyin buni o'qigan chog'da asldagi fe'lning o'qilishiga esni qo'shib talaffuz qilaman. Masalan, watch, watches, wash, washes, washga esni qo'shib washes deb talaffuz qilaman. Bu ingliz tili 3 shaxs birlikka fe'llarni ishlatgandan keyingi o'qish qoidasining ikkinchi turi. Yani as qo'shish turi. Endi 3-qoida. Yuqorqi ikki qoida ichidagi tovushlardan boshqa har qanday tovushlar oxirlashgan har qanday ahvol ostida odatdagi hozir zamonning fe'liga as qo'shgandan keyin 3 shaxs birlik yasab bo'lgandan keyin buni o'qigan chog'da z deb talaffuz qilamiz. Hergiz asni qo'shib siz deb talaffuz qilmaymiz, esni qo'shib es deb talaffuz qilmaymiz. Masalan, go. O bilan oxirlashibdi. Shunaqa bu tovushlarni bilasizlar. Men sizlarga yutib bo'lgan. O bilan oxirlashibdi. Unda bo'lsa, men go ga asni qo'shgan, esni qo'shgandan keyin goes. Give. V bilan oxirlashibdi. Oldidagi 10 tovushning ichida yo'q. Unda bo'lsa, gives. Cry. Yig'lash. Shunaqa buningki y bilan oxirlashibdi. Bu haliqi y-ni o'zgartirish qoidasiga tushidi. Y-ni ayga o'zgartib esni qo'shabdiq. Lekin o'qigan chog'da diqqat qilinglar, cry-ga z-ni qo'shib talaffuz qilsizlar. Chunki I degan tovushlar oxirlashibdi. Bu aslidagi cry degan gap. Ya'ni fe'l shunaqa. Unasa buningga y-ni ayga o'zgartib es qo'shgandan keyin aslidagi o'qish qoidasiga z-ni qo'shib talaffuz qilsizlar. Aslida cry deb o'qiladi. Shuni z-ni qo'shganlar cries. Show, ko'rsatish. Biz buni o'rganib bo'lgan. O bilan oxirlashibdi. Biz o'rgangan birinchi, ikkinchi qoidaga 10 tovushning ichida yo'q. Unasa shows. Answer. Javob berish. Answer bilan oxirlashibdi. So'zliq tovushgan. Oldidagi 10 tovushning ichida yo'q. Unasa answers. Unasa climb. Climb degani nima? Ya'ni yamishish. I'm bilan oxirlashibdi. Bilan oxirlashibdi. Shunlashqa oldidagi 10 tovushning ichida yo'q. Shunlashqa z deb talaffuz qilganmiz. Climbs. Bu ingliz tilidagi 3 shaxs birlikka asni qo'shgandan keyingi o'qish qoidasi. Ya'ni shu 3 qoidaga bo'ysundi. Ya'ni qarasanglar, oldidagi 10 tovushni ko'rib olsanglar, ya'ni oldidagi 10 tovushni ko'rib olsanglar, ya'ni p, t, k, f, anondan keyin odatdagi ya'ni s, z, sh, j, ch. Bu 10 tovushni yodlab olsanglar, birinchi 5 tovushga as qo'shgandan keyin s deb talaffuz qilganmiz, ikkinchi 5 tovushga as qo'shgandan keyin is deb talaffuz qilganmiz. Qolgan barliq ahvollarda 3 shaxs birlikni ishlatgan chig'imda odatdagi hozir zamonda, ya'ni 3 shaxs birlikka as qo'shgandan keyin hammani z deb talaffuz qilamiz. Aslidagi tovushning, ya'ni har fe'lni o'qilishiga z-ni qo'shib talaffuz qilma. Shuning bilan o'qish qoidasi mushagicha. Biz o'qish qoidasini mashq darsida intan ko'plab mashq qilamiz yana. Ko'plab mashq qilish jarayonida sizlar asal o'rganib ketasizlar. Lekin sizlar cho'qim oldidagi 5 tovush va keyingi 5 tovushni yaxshi egallashingiz kerak. Qolgan har qanday ahvolda biz z deb talaffuz, ya'ni z deb talaffuz qilganmiz. Aslidagi fe'lning o'qish qoidasi qo'shib. Shunlashqa buni egallash intayin muhim. Agar buni to'g'ri talaffuz qilmasak, xalqning gapini tushunmaymiz yoki bizning gapimizni xalq asal tushunmay qolishi mumkin. Shunlashqa har qanday tilni o'rgangan chog'da o'lchamlik o'rganish kerak. Bu o'lchamlik o'rganishninki usuli, ha? Endi bizning keyingi o'rganish tegishli narsamizdan biri har qanday zamonninki, ya'ni jumla qurilmasi. Jumla qurilmasini 5 yani bir qatim deb o'tdik, ya'ni bir qatim tafsil deb o'tamiz. Birinchi bo'lib, ega keldi, odatdagi hozir zamonning jumla qurilmasida anonki xabar keldi, anonki to'ldiruvchi, anonki o'rin, anaqisda vaqt keldi. Xabar ikkiga bo'linadi, fe'l ikkiga bo'linadi. Ya'ni kesim fe'l is, am, are. Ya'ni be fe'lni aytdik. Buningki jumla qurilmasi uyg'ur tilida o'xshashdi. Ikkinchi bo'lib, harakat fe'lni ishlatdik. Odatda bunday qildi, unda qildi, munda qildi, unda qildi degan narsalarni ishlatdik. Masalan, o'ynash, play, ask, so'rash, answer, javob berish, give, berish deganga o'xshash. Bu xil ahvolda mushu bo'yicha, ya'ni jumla qurilmasi mush bo'yicha ma'lum. Intayin yaxshi anglashga diqqat qilinglar. Bir jumlada ikki fe'lni ishlatishga bo'lmaydi.
eng kamida sizning hozirgi saviyangizda bir jumlada ikki fe'lni ishlatsangiz bo'lmaydi. Ya'ni be fe'l kesim fe'l bilan yana bir harakatning ifodalaydigan fe'lni tang qo'shib ishlatsangiz bo'lmaydi. Yoki be fe'l kesim fe'lni ishlatsizlar, holatni ifodalaysizlar yoki harakatni ifodalaysizlar, haqiqiy harakatni ifodalaydigan fe'lni ishlatsizlar. Diqqat qilinglar, intayin yaxshi anglanglar. Hozirgi sizning saviyangizda esinglarcha tutinglar, bir jumlada ikki fe'lni ishlatsam bo'lmaydi ekan. Tushundinglar? Bir jumlada ikki fe'lni ishlatsam bo'lmaydi hozirgi holda. Buning bo'ladigan vaqtlarim bor. Bulgan vaqtlar bor. Shu vaqt kelgan chaqda o'gitma. Ya'ni ikki fe'l kelib qolsa qanday ishlatma? Agar yana boshqa xil masalan majhul darajada ikki fe'l keldi, anondan keyin yaqinda jumlada ikki fe'l keldi. Bundaq ahvol ostida bu ikki fe'l qanday keldi, qanday ishlatma degani shu vaqt o'g'inishlar. Lekin hozirgi holatda sizlar yaxshi anglanglar, bir jumlada ingliz tilining har qanday bir jumlasida ikki fe'lni ishlatishga bo'lmaydi. İki fe'lni ishlatishga bo'lmaydi. Mush buncha bilib olsangiz bo'ldi. Ingliz tilida yoki be fe'lni, ya'ni kesim fe'lni ishlataman yoki harakat fe'lni ishlataman bir jumlaning ichida, butun bir jumlaning ichida bo'ldi tugadi gap. Hozircha ikki fe'lni ishlatsa qanday bo'ldi, qanday ishlatamiz degan men keyin deyman. Ikki fe'l yana majhul darajada, ya'ni beydun uytay deb qo'ydi Xitoy tilida. Ya'ni majhul darajada ishlaydi, undan keyin beqindi jumlada ishlaydi. U vaqtda men shu vaqtda o'qitaman, shu hozir, lekin bildiringlar, diqqat qildinglar, bir jumlada ikki fe'lni ishlatsam bo'lmaydi ekan ingliz tilida deb bilib olsangiz bo'ldi hozircha. Ikkinchi qoida. Men bo'lishli shaklda agar biz haqiqiy harakatni ifodalaydigan fe'llarni ishlatib qolsak, asosini qo'shimiz degan to'q. Agar odatdagi masalan kesim fe'lni ishlatsak, sizlar hozirgacha yaxshi o'rganib ketdinglar. Is am or'ni ishlatsak, buning jumla qurilmasini siz bildinglar. Faqat is am or'ni oldiga chiqarib olsanglar, savol jumlaga aylandi. Endi xo'sh, agar is am or'ni bu nonni ishlatmayotganman, masalan, haqiqiy harakatni ifodalaydigan fe'l kelgan chaqda, unda vaqtida shundoq bir ahvol ostida men zodi buningki savol jumlasini qanday yasayman? Chunki mening aslidagi jumlamda is am or kesim fe'l yo'q. Unda bo'lsa buning savol jumlasini zodi qanday yasayman? Aytadi, buning savol jumlasini faqat asldagi jumlaning oldiga do yoki does ni qo'shib qo'yish orqali yazsak bo'ladi. Ya'ni Uyg'ur tilida biz mana ifodalaymiz. U bir o'quvchi. Agar men u bir o'quvchimi deb savol so'ramoqchi bo'lsam deyman, u bir o'quvchimi deyman. Anga qisqa bir muni qo'shib olaman. Shuning bilan men odatdagi bo'lishliq jumlam inkor jumlaga, savol jumlaga aylandi. O o'quvchimi deb olaman. Shunaqa. Unda bo'lsa ingliz tilida odatdagi hozirgi zamonning bo'lishsiz shakli, inkor shakli, ya'ni savol shakli qanday chiqadi? Agar be fe'l kelsa, buni sizlar yaxshi bilsizlar, izam markasi notni qo'shib bersanglar, inkor shakli yasaladi. Agar savol so'ramoqchi bo'lsam, faqat be fe'l kesim fe'lni oldiga chiqarib olsam, savol so'raldi. Masalan, you are a teacher. Sen bo'lsang bir o'qituvchi. You are not a teacher. Sen bir o'qituvchi emas. Shunaqa, are you a teacher? Sen bir o'qituvchimi? Ya'ni bu kesim fe'ldan kelgan jumlaningki savol jumlasi va inkor jumlasini biz o'rganib bo'lgan. Ya'ni be fe'lning oxiriga notni qo'shib olsak, inkor jumla bo'ladi. Agar be fe'lning keyiniga nimni qo'shsak, ya'ni be fe'lni eng oldiga chiqarib olsak, savol jumlaga aylanadi. Masalan, she's a housewife. U bir oila ayoli. Masalan, u oila ayoli emas desam ne dedim? She's not a housewife. U bir oila ayoli emas. Endi u bir oila ayolimi desam, men oldiga chiqarib aytdim. Is she a housewife? U bir oila ayolimi? Masalan, they are teachers. They degan ular bo'lg'achqa orni ishlatdim shunaqa. Ular bo'lsa o'qituvchilar. They are not teachers. Ular bo'lsa o'qituvchilar emas. Masalan, ular o'qituvchilarmi desam, orni oldiga chiqarib aytdim. Are they teachers? Are they teachers deydim, shundan savol yaslatdi. Xo'sh, shunda bo'lsa men
kesim fe'lini ishlatish orqali savol yozgan chog'da yoki inkor jumlasini yozgan chog'da inkor jumlasiga notni qo'shib berdi ekanman, savol jumlasiga kesim fe'lini oldiga chiqardi ekanman. Shuning bilan oddiy hozirgi zamonning savol shakli va inkor shakli yozildi ekan. Xo'sh, unda o'z qarab boqaylik. Odatdagi hozirgi zamonning bo'lishsiz shakli va savol shaklining ichidagi men ma'lum bir harakatni ifodalaydigan fe'lni ishlatib qolsam, buning savol shaklini qanday yasayman? Chunki buning ichida nima yo'q? Bepil kesim fe'l yo'q. Chunki ya kesim fe'lini ishlatasiz yoki harakat fe'lini ishlatasiz degan demişlar. Nasa, I play football at school every day. Men o'ynayman futbol maktabda har kuni. Men maktabda har kuni futbol o'ynayman deymizmi? Unda bo'lsa, mushni savolga aylantirsam, zodi qanday yasayman? Unda bo'lsa, avval ko'rib o'taylik. Odatda hozirgi zamonga haqiqiy harakatni ifodalaydigan fe'lni ishlatgan chog'imda buning bo'lishsiz shakli, ya'ni inkor shaklini qanday yasayman, savol shaklini qanday yasayman. Oldi bilan inkor shaklini ko'rib o'taylik. Odatda hozirgi zamonga haqiqiy fe'lni ishlatgandan keyingi bo'lishsiz shakli, ya'ni inkor shakli. Mesela I play football desem, men futbol o'ynayman degan gap bo'ldi. Unda sen men futbol o'ynamayman desam-chi, faqat haqiqiy fe'lning oldiga don't, do notni qo'shib bersamli bo'ladi. Do notni yig'inchoqlab, ya'ni qisqartib yozib don't deb o'qiymiz. Masalan, I play football, men futbol o'ynayman. Men futbol o'ynamayman desam, I don't play football. Ya'ni fe'lning haqiqiy harakat ifodalaydigan fe'lning oldiga nimani qo'shdi deganman? Don't, ya'ni do notni qo'shdi deganman, buni qisqartib don't deb oldi ekanman. You don't play football. Sen futbol o'ynamaysan. He, she yoki it uchinchi shaxs birlik esa doesn't play football. U qiz, u er yoki u narsa futbol o'ynamaydi. Buni tafsil tushuntiramiz, ama uchinchi shaxs birlik kelgan chog'dagini. We don't play football. Biz futbol o'ynamaymiz. You don't play football at school every day. Sen kunni maktabda futbol o'ynamaysan. They don't play football at school every day. Ular maktabda kunni futbol o'ynamaydi. Ya'ni demakchi, oddiy hozirgi zamonninki, odatda hozirgi zamonninki inkor shakli, bo'lishsiz shaklini yasagan chog'da biz faqat haqiqiy harakatni ifodalaydigan fe'lning oldiga do not yoki does not, buni qisqartib don't yoki doesn'tni qo'shib qo'ysaqlar, bu bo'lishsiz shaklga aylandi ekan. Doesn'tni zodi qanda bo'lib kelib qoldi, qanda qo'shdik deganni men tafsil tushuntirman. Lekin qolganimizga don'tni qo'shib bersangiz nima bo'ldi ekan? Inkor shakliga aylandi ekan. Endi savol shakliga qarab boqaylik. Haqiqiy fe'llar bilan kelgan odatdagi hozirgi zamonning savol shaklini yasagan chog'da buningda be bilan kesim fe'l bo'lmag'achqa, men aslidagi jumlaning oldiga do ni qo'shib qo'yaplam, bu jumlani savolga aylantiraman. Bu xuddi uyg'ur tilidagi ma'lum bir bayon jumlaning yoki bo'lishliq jumlaning keyiniga muni qo'shib savolga aylantirgan bilan o'xshash gap. Ingliz tilida eng oldiga do ni qo'shadi ekan, biz uyg'ur tilida eng keyiniga muni qo'shadi ekanmiz. Masalan, masalan men bir o'quvchi desam, siz o'quvchi mu deb muni qo'ysam savolga aylantirishni ingliz tilida qanaqa qilganman? Eng oldiga do ni qo'shdi ekan. Masalan, I play football at school every day. Men kun maktabda futbol o'ynayman. Unda bo'lsa savolga aylantirishda buning eng oldiga do ni qo'shib qo'ysam nima bo'lar ekan? Do I play football at school every day? Men kun maktabda futbol o'ynamdimi? Keyin men uqmadim, kunda o'ynamdimi, ikki kun bir o'ynamdimi, kallamdan ketdim shu vaqtida. Lekin men do I play football at school every day? Ya'ni men kunda maktabda futbol o'ynamdimi deb so'rayman. Masalan, you play football at school every day. Sen kunda maktabda futbol o'ynaysan. Agar men so'ramoqchi bo'lsam, sen kunda maktabda futbol o'ynamsan demoqchi bo'lsam-chi, butun jumlaning oldiga do ni qo'shib qo'ysam nima bo'ldi? Do you play football at school every day? Sen kunda maktabda futbol o'ynamsan. Hem üçüncü şahs birlik olgan chog'da he, she, it yak ma'lumotlarning ism bo'lgan chog'da does'ni qo'shimiz. Buning tafsilotini men hozir so'zlayman, keyingilam. Does he plays football at school every day? U kunda o'g'il kunda maktabda futbol o'ynaydi. Yoki she plays football at school every day. Ya'ni u qiz kunda maktabda futbol o'ynaydi. Buni savolga aylantirishda faqat oldiga does'ni qo'shaman. Does he
play football at school every day? Yani does he play football at school every day? Hem does'ni ishlatgan chaqda asldagi play qo'shib olgan ses yo'qolib ketib qoldi. Yani bu o'zidagi asiyasini jig berib yetadi. Amniyatiz bunga jig qo'shildi. Bu faqat fe'lning ichidagi sesni o'shiga qo'shib oladi. Shuning bilan does'ga aylanib ketadi. I play, mesela he plays football at school every day degan gap o'zgarib nima bo'lgan? Does he play football at school every day? O kunda maktabda futbol o'ynamdi degan savolni so'ragancha does'ni qo'shib ekanman. Buni tafsil so'rayman. Tafsil yana birma. Do we play football at school every day? Biz kunda maktabda futbol o'ynamdik. Do you play football every day at school? Do you play football at school every day? Yani sizlar kunda maktabda futbol o'ynamsizlar. You'ni men sizlarga deb bergandim, you'ning siz, sendan boshqa sizlar degan ma'nosi chiqadi. Undasa do you play football at school every day? Yani sizlar kunda maktabda futbol o'ynamsizlar. Aqsi mesela they play football at school every day. Ular kunda maktab futbol o'ynaydi. Buni savolga aylantirishda ular kunda maktab futbol o'ynamdi degandan keyin do they play football at school every day? Yani ular kunda maktabda futbol o'ynamdi deymiz. Yig'incha qilgan chaqda odatdagi hozirgi zamonning 3-shaxs birligiga haqiqiy fe'llarni ishlatib jumla tuzgan chaqimizda odatdagi bo'lishliq jumla, odatdagi jumlaning ne savol jumlaga aylantirishda, yani inkor jumlaga aylantirishda oldi bilan haqiqiy fe'llarning oldiga don't ni qo'shib qo'ysam nima bo'ldi ekan? Savol jumlaga aylantirishda butun jumlaning oldiga do'ni qo'shib qo'ysam nima bo'ldi ekan? 3-shaxs birlik bo'lib qolsa does ni qo'shib birdik ekanman. Xo'sh, biz yuqori degandek 3-shaxs birlik bo'lib qolib qolsa, ya'ni she, he, it yoki ma'lum bir ism bo'lib qolib qolsa, u vaqtida men does deganni ishlatganman. Unda bo'lsa buning tafsilotlari alqana bo'ldi. Masalan, odatda men bunda aytdim. You like her. Sen o qizni yaxshi ko'rsan. Endi savolga aylanadigan chaqda men faqat you bag'achqa do nomaliga chiqarsam, do you like her? O qizni yaxshi ko'ramsan degan gap bo'ldi. Unda bo'lsa buni savolga aylantirib boqay. Shunaqa savolga aylantirib boqay. Yani 3-shaxs birlik qilib she likes you. Bu yoki she qanday 3-shaxs birlikkan, ya'ni bu birlik degan nim degan gapda, ya'ni she degan ikkimiz gap qilishayotgan odamdan boshqa 3-chi bir qiz oldi bu. Shunaqa she likes you. U qiz seni yaxshi ko'rdi ekan degan gap bo'ldi. 3-shaxs birlik o'g'achqa men like ning keyiniga asni qo'shib bergan. She likes you. U qiz seni yaxshi ko'rdi ekan degan gapdi. Shunaqa yoqtirdi ekan. Endi men buni savolga aylantirgan chaqda zot qanday qilma. Yani do'ni qo'shib bermay oldiga. Lekin bu yerda bir masala chiqdi. Like asldagi like dan o'zgarib likes o'zgarib qolgan. Shunaqa unda avvalida savol jumlaning ichida, ya'ni asldagi o'zgargan likes ning ichidagi as do'ga qo'shilib ketib, do mayli bu fe'lning keyiniga as qo'shilsin yoki es qo'shilsin, do hammasi does deb elandi. Does deb elandi. Does she like you? O qiz seni yaxshi ko'ramdi deymiz. Ya'ni likes degan gap asliga like asli holat qaytib kelgan, like so'man like bo'lib qolgan. Chunki bu o'zidagi asni jig berib ketgan. Bundan bilan bu aslida jig qo'shilib savol jumla yasaldigan bu jumla, ya'ni do nimaga aylanib ketgan? Does ga aylanib ketgan. U qancha does deb o'qiysizlar. Does she like you? And does she like you? Endi buningki inkor jumlasiga qarab boqaylik. She likes you. U qiz seni yaxshi ko'rdi. U qizga 3-shaxs birlikda-ku. Undasa u qiz seni yaxshi ko'rmaydi desamchi. Yaxshi ko'rmaydi deb ta'tirsiga aylantirishda men likesning oldiga do not ni qo'shib tutdim shunaqa. Lekin bu yerda bir masala chiqdi. Ya'ni aslik fe'l olmay qanday qoldi bu? As qo'shilib qoldi. Shunlashqa inkor jumlasidami doesn't yani do not kelgachga bu like'dagi es o'zini, ya'ni fe'lning ichidagi es o'zini jig berib yetib, doesn't qaylanib ketadi, does not. Ya'ni she does not like you deymiz. U seni yaxshi ko'rmaydi deymiz.
She does not like you. Buni qisqartib doesn't deb o'qiladi ham shu ko'rayotganingdek yoziladi. She doesn't like you. Yani şu şahs birlik olab qolgan chaqda buningki shu inkor jumlasini yozgan chaqda yanla do notni qo'shdik emas, lekin bu yerdagi fe'lga asldagi fe'lga ss qo'shilib qolgachqa ss o'zidagi fe'lni jig berib ketgan, shundan bu doesga aylanib ketgan. Shunlashqa she doesn't like you. Yani demakchi siz bir cho'ng shogird, ikkinchi bir cho'ng shogird hamma ishni qilasiz. Shunaqa, masalan, Navoiylikqa siz shogirdlik kirdingiz. Siz kirgan chaqda xaymenim yo'g'irsiz, nannim yoqsiz, nannim satsiz, hamma ishni qildingiz. Shundan tuyuqsiz bir kichik shogird kirib qoldi. Ya'ni siz cho'ng shogird haqiqiy asldagi fe'l, likes degan fe'ldingiz. Kichik shogird kirib qoldi bu yerga. Kichik shogird do not yoki do kirib qoldi. Savol jumlasi aytgan do yoki inkor jumlasi aytgan do not kirib qoldi. Undan avvalida siz o'choq o'tqalaydigan yoki xamini bekroq mujiqlaydigan ishni uning beribsiz, ya'ni sizdagi yuk qanday bo'ldi? Kichik shogird ko'tab ketdi. Siz cho'ng shogird, kichik shogird chiqqandan keyin sizning zimmingizdagi yukni kichik shogirdga berib etdingiz. Ya'ni aslida sizda bir zimmingizda yuk bor, shun shaxs birlik bo'lgan chaqda ss qo'shilib qolganda sizga xeminimiz yo'g'irdigan, o'tmi qalaydigan, namni sotadigan ish bordi. Endi bu yerda yana bir kichik shogird kirgandan keyin siz o't qalashni uning bo'lasiz, non setishni uning bo'lasiz, asaroq ishilni, ya'ni zimmingizdagi yukni uning berib etdingiz. Ya'ni shuni tushunib olsangiz bo'ldi. Shu shaxs birlik kelgan chaqda aslidagi bo'lishliq jumladagi ss qo'shilgan haqiqiy harakatni ifodalagan fe'l inkor jumlani ifodalagan do yoki jumla yasagan do yoki inkor jumla yasagan do not kelgandan keyin o'zidagi sni berib o'tadi, do doesga aylandi. Shunlashqa odatdagi bo'lishliq jumlani savolga aylantirgan chaqda do she likes you demaymiz. Likes ki ss o'zini jig berib o'tib doesga aylandi yoki does she like you deymiz. Agar buni inkor jumlaga aylantirgan chaqda she do not likes you demaymiz. She doesn't like you, ya'ni kichik shogird kirdi, do not do degan kichik shogirdga. Cho'ng fe'lga nisbatan bu kichik shogirdga. She do not like you. Hem diqqat qildiringlar, bu yerga do'ning asli ma'nosi qilish, etish degan ma'nosi bor, lekin bu yerda hech qanday ma'nosi yo'q. Bu faqat shu odatdagi hozirgi zamonninki nemisini yasaydigan, ya'ni savol jumla va inkor jumlasini yasaydigan qo'shimcha fe'l. Fe'l deyishkim bo'lmaydi hatta. Buning hech qanday ma'nosi yo'q, faqat shu zamonning inkor shakli bilan savol shaklini yasaydi. Masalan, ikkinchisi qarab boqaylik. She washes hands every day. She washes hands every day. U kunda qo'lini yuvadi. Shunaqa. Unda bo'lsa, u kunda qo'lini yuvamdi desamchi, oldiga nimni qo'shib berdim, do'ni qo'shib berdim, lekin bu yer bir masala chiqqandi. Washning keyingi bir ss qo'shilib qolgan. Ya'ni siz o'tmi qalayotgan, namni setayotgan. Unda bo'lsa, non setish bilan o't qalashni siz kichik shogirddan jig berib etdingiz. Unda vaqtida do nimga aylanib ketdi, doesga aylanib ketdi. Mayli as bo'lsin, mayli yes bo'lsin, o'xshash. Do doesga aylandi. Does she siz asli oldingizga nanlam etadigan holat qaytib keldingiz, xaymi yo'g'irdigan. Unasa does she wash? Asli siz washdingiz, xaymi yo'g'irtdingiz. Shunaqa hozirmi qaytib keldingiz, xaymi yo'g'irdigan holatga. O't qalaydigan bilan non sotadigan ishni kichik shogird qilyotadi. Ya'ni do qilyotadi. Unasa do nimaga aylanib ketgan? Doesga aylanib ketgan. Does she wash hands every day? U qiz kunda qo'lini yuvamdi. Masalan, u qiz kunda qo'lini yuvmaydi desakchi. She doesn't asli she washes hands every day. U kunda qo'lini yuvadi degan gapdir. Buni wash ya'ni haqiqiy harakatni ifodalan qo'lni yuvishning oldiga dinatni qo'shib etsak bo'ldi. Lekin bu yerga masala kichik shogird kirgandan keyin siz ayshilni qilib yurmaysiz, kichik shogird kirgandan keyin zimmingizdagi yuk asni berib o'tasiz. Do notni berib etsangiz, unda she does not yoki doesn't. Ya'ni qisqartib degan chog'da doesn't. She doesn't wash hands every day. Ya'ni u kunda qo'lni yuvmaydi degan gap chiqadi ekan. Demakchi, uchinchi shaxs birlikning savol shakli va inkor shakli kelgan chaqda savol shaklini yasash uchun oldiga butun jumlalarni do'ni qo'shib tutuq, lekin bu yerdagi fe'l o'ziga bir yukni ortib olgachqa, uchinchi shaxs birlik kelgan chaqda bu yukni jig berib o'tib doesga aylandi ekan, savol shakli yasalgan chaqda does she, does he, does it deb chiqadi ekan. Endi buni inkor shakli yani do notni qo'shib tutuq, lekin bu yerda yana bir masala, u o'zidagi yukni jig berib o'tadi ekan, shundan bu do doesga aylandi ekan, doesn't deb aylandi ekan. She doesn't wash hands every day.
Ondan xulasa odatdagi hozirgi zamonning 3 shaxs birligini ishlatganda bo'lishliq jumlada fe'lga s i s ni qo'shib berdi ekanmiz. O'qish yo'lini men yuqorida o'rgatdim. Intayin yaxshi anglanglar. Inkor jumlasida savol jumlasida ortiq qo'shilgan s i s savol yasag'uvchi va inkor jumla yasag'uvchi qo'shimcha d ga o'ziga s i s ni berib o'tadi ekan. Shuning bilan d dazga aylandi ekan. Fe'l asli holatiga qaytib keladi ekan. Cho'ng shogird bo'yicha qoldi ekan. Kichik shogird kirgandan keyin siz yukni unga berib ekansiz, siz asfaltingiz qaytib xamayil yuqorida ekansiz, kichik shogird o'tqalab non sotadi ekan. Demakchi, mush bo'yicha tushunib olsanglar bo'ladi. Xulosalab odatdagi hozirgi zamonning savol shakli va inkor shaklini yasagan chaqda biz savol shakliga faqat uyg'ur tiliga qismni qo'shib qo'yganga o'xshash, ingliz tiliga dni qo'shib qo'ydik ekanmiz. Shunda savol aylanib asli jumla haqiqiy bilan kelgan chaqda. Agar uchinchi shaxs birlik bo'lib qolib qolsa, biz oldiga ya'ni dni qo'shdik ekanmiz, lekin fe'l asli qaytib kelish kerak ekan. D bir kichik shogirdlik rolini o'taydi ekan. Aslida biz uchinchi shaxs birlikka fe'lga asiyasini qo'shib olgan, shung asiyasini berib d dazga aylandi ekan. Shunglashqa savol shaklida does she, does he, does it deb chiqadi ekan. Inkor shaklda she doesn't, he doesn't, it doesn't deb fe'l chiqadi ekan. Xulosa shu. Bu odatdagi hozirgi zamonning savol shaklini va inkor shaklini yasash usuli. Endi 5-lab odatdagi hozirgi zamonning alohida so'roq shakli qanday yasaldi? Onda bo'lsa men sizlarga degandim, odatda ingliz tilida so'roq ikki cho'ng so'roq jumla bor. Birinchisi odatdagi so'roq jumla, ikkinchisi alohida so'roq jumla. Odatdagi so'roq jumla hozir sizlar o'rganib kelgan bo'yicha elib aytgan chaqda faqat bepil bilan kelgan jumlani bilan mashq qilib keldik-ku. Bepil kelgan jumlaga bepilni oldiga chiqarsak, odatdagi so'roq aylandi. Buning oldiga alohida so'roq so'zlarini qo'yishga bo'ladi. Biz bundan ayt ko'p mashq qildik. Sizlar bak usta buningga. Hammangni bilasizlar. Endi odatdagi hozirgi zamonning odatdagi so'roq shakli dni qo'shib yasalgan yoki dozni qo'shib yasalgan so'roq shakli odatdagi hozirgi zamonning oddiy so'roq shakli. Ya'ni xuddi biz burun o'rganib o'tgan kesim fe'l izamlarni oldiga chiqarib yasalgan savol shakli oddiy so'roqqa o'xshaydi. Odatdagi hozirgi zamonda jumlaning oldiga d yoki dozni qo'shib olib yasalgan savolni biz odatdagi so'roq deb ataymiz. Ya odatdagi so'roqning oldiga nimani qo'ysak, alohida so'roq so'zlarini qo'ysak, bu alohida so'roq jumla bo'ladi. Alohida so'roq jumla bo'ladi. Unda bo'lsa, odatdagi hozirgi zamonninki odatdagi so'roq jumla shakli, jumla oldiga d yoki dozni chiqarib yasalgan so'roq shakli ekan. Buning oldiga biz alohida so'roq so'zlarini qo'ysak bo'ldi ekan. Sizlar alohida so'roq so'zlarini intayin yaxshi bilasizlar. Masalan, alohida so'roq so'zlar degan nimani ko'rsatdi? Qayer, qandoq, nima, qandoq qilib, qanchalik, qachon, qandoq, nima uchun degandek savollarni biz ingliz tilida alohida so'roq so'zlari deydik. Mushlarni ifodalagan so'zlar eng oldiga keladi alohida so'roq jumlaninki. Unda bo'lsa biz qo'yib boqaylik. Masalan, odatdagi, they go to school in the mornings. Ular maktabga boradi, deganlari. Odatda deganni qo'shib tarjima qilsam bo'ldi dedim qo'y. Ular odatda deganlar maktabga boradi. Endi ular deganlar maktabga bormaydi desamchi. They don't go to school in the mornings. Ular deganlar maktabga bormaydi. Endi ular deganlari maktabga boramdi desam, men oldiga nimani qo'shishdim? Dni qo'shishdim. Bunasa do they go to school in the mornings. Degan ular maktablarga boramdi. Bu ingliz tilidagi qanday odatdagi hozirgi zamonning ichidagi alohida so'roq jumla, odatdagi so'roq jumlasi. Undan buning oldiga biz alohida so'roq so'zlarini qo'ysak bo'ldi. Sizlar balki yaxshi qilsizlar, alohida so'roq so'zlarini qo'ygan chaqda ikki nuqtaga diqqat qildik. Birinchisi logikaga uyg'un bo'lish kerakdi. Ikkinchisi jumla ichidagi har qanday bo'lak alohida so'roq so'zlar bilan taqish, ya'ni alohida so'roq so'zlarga taqishib qolgan jumla bo'lakini chiqarib o'tdik. Undan so'ng mush jumlani misol qilib tushuntirib boqaylik. Where masalan do they go to school in the mornings dedik. Nasa
where, what, why, when, how many ni qo'yib boqayli misol. Where'ni qo'yib, qachon, qayer deganni qo'yib boqayli. Where do they go to school in the mornings? Bo'lamdikan bir narsa taqishib qoldi. Ya'ni to school, maktabga degan bilan naga degan taqishib qoldi. Masalan buni maktabga deganni elib aytmay, where do they go to school in the mornings desam, ular degan nagvardi maktabga degan gap bo'lib qoldi. Bu logika o'yg'in emas. Ya'ni aslidagi jumlaning ichidagi bo'lak alayhi so'roq so'zlarni taqishib qoldi. Shunlashqa men bu ash bilakni chiqarib olsam, bu to schoolni chiqarib olsam, where do they go in the mornings? Ular aytganlari naga bordi. Aslida nima uchun deganni qo'yib qo'y. Why do they go to school in the mornings? Ular aytganlari maktabga nima uchun bordi? Ya'ni demakchi alayhi so'roq jumlalari kelgandan keyin, so'zlar kelgandan keyin butkul jumla alayhi so'roq so'ziga beqinib tarjima qilinadi. Shuningdek, why do they go to school in the mornings? Ular nima uchun aytganlari maktabga bordi? Asli jumla nima? Ular aytganlari maktabga boramdi degan gapda, undan so'ng why-ni qo'shgandan keyin bu alayhi so'roq so'ziga beqinib tarjima qilindi. Shuningdek, ular nima uchun aytganlari maktabga bordi degan gap chiqdi. Masalan, ular aytganlar maktab qanday bordi? Mashinliqmi, menibmi yoki velosipedlikmi? How, qanday deganni qo'yasam, how do they go to school in the mornings? Ular aytganda maktabga qanday bordi? Ular aytganlari nima? Maktab qanday bordi? How do they go to school in the mornings? Aytganda ular maktab qanday bordi? Buning ichida how bilan taqishda hech qanday gap yo'q ekan, hech qanday masala yo'q ekan. Endi when ni qo'yib qo'y, qachon deb qo'yib qo'y. When do they go to school in the mornings? Ular maktabga qachon bordi aytganlari. Demakchi bu logika taqishitgan in the mornings, when qachon bilan taqishitgan shunga in the mornings ni chiqarsak, when do they go to school? Ular odatda maktabga qanday vaqtda, ya'ni qachon bordi? When do they go to school? Desak bo'ldi ekan, buning taqishib qolgan in the mornings ni chiqarib aytdik. Endi sen what ni qo'yib qo'y. What do they go to school in the mornings? Ular aytganlari maktabga nima bordi? Bu butunlay nima ekan? Logikaga uyg'un emas ekan. Shunga buni qanday qildim? Chiqarib aytdim. Hammasi xato jumla ekan. Bu logikaga uyg'un emas jumla ekan. Ya'ni ular aytgan maktabga bordi nima desam, hech qanday bir haqiqiy logikalik savol olmaydi ekan. Masalan, so'rab qo'y. Who do they go to school in the mornings? Ya'ni ular maktabga ketganlar bordi kim-o desam bo'lmaydi ekan. Shuningdek logika taqishib qoldi ekan. Ya'ni mening jumlam xato bo'ldi ekan. Ya'ni diqqat qildigan yeringlar alayhi so'roq jumlalarni yasagan chaqda alayhi so'roq jumlalar ifodalagan so'zning ma'nosi bilan jumla ichidagi bo'laklar o'zaro taqishib qolsa bo'lmaydi. Ikkinchi ular butkul jumlaning logikalik ma'nosi xato chiqsa bo'lmaydi. Bu ikki nuqtada diqqat qilsanglar bo'ldi. Qolgan vaqtda aslidagi oddiy so'roq jumlaning oldiga xohlagancha alayhi so'roq so'zlarni yasab, alayhi so'roq jumlalarni yasasanglar bo'ladi ekan. Shuning bilan bizningki oddiy hozir zamonninki bo'lishliq shakli, inkor shakli va so'roq shakli mush yerda oxirlashdi. Endi ingliz tilida biz o'xshashlar odatdagi eg'iz tilda. Zaten inglizlar, bular Amerika ingliz tilleri, ya. Amerikaliklar qanday talaffuz qildi deganni biz o'ynab degan to'q. Unda bo'lsa, biz do yoki does orqali qo'shimcha jumla tuzgan chaqda biz buni qanday talaffuz qilamiz. Bu xuddi uyg'ur tiliga o'xshash, yeziq tilidan eg'iz tili taz o'xshab ketmagan o'xshash bir gapda. Masalan, keling desam, ma'ning hech qanday ma'nosi chiqmaydi uyg'ur tilida. Asli uning ma'nosi demti bu yerga keling degan gapda. Shunaqa. Lekin uni nima deydik? Makiling deydik. Ma o'zgartirdik. Eg'iz tilida. Yeziq tilida bu yerga keling deb oldik. Shunaqa. Ingliz tilida o'xshashdi. Shunlashqa, masalan, do bilan does bu yerda qo'shimcha, ya'ni shu savol va inkor jumla yasag'ich qo'shimcha bo'lgan chaqda ingliz tilida, Amerika ingliz tilida qanday talaffuz qilindi? Amerika ingliz tilida do yoki does qo'shimcha, ya'ni qo'shimcha savol yasaydigan so'z bo'lgan chaqda bu aslidagi talaffuz do yoki does bo'yicha chiqmaydi. Balki d
deb chiqadi. D. Qo'shimcha bo'lgan chaqda. Yoki does, does deb talaffuz qilindi. Masalan, bu nima degan gap? Masalan, do'ning qilish etish degan ma'nosi bor. Agar qilish etish degan haqiqiy fe'llik ma'nosi chiqqan chaqda, vaqtida bu o'z talaffuz bo'yicha ilindi, do, does deb ilindi. Agar bu so'z qo'shimcha fe'llik, ya'ni savol yasaydigan qo'shimcha fe'llik holatida bo'lib qolgan chaqda, vaqt do bilan doesni boshqacha talaffuz qilamiz. Masalan, birinchi jumla qarasanglar, I do it all the time. Men doim buni qilaman degan gapdi. Bu yerda do'ning nima ma'nosi chiqadigan bu yerda? Qilish degan ma'nosi chiqadigan. Lekin ikkinchi jumla qarasanglar, what do you think? What do you think? Bu yerga what do you think degan chaqda siz qanday o'ylaysiz degan ma'nosi chiqadi. As you think, siz o'ylaysiz. Do you think? Siz o'ylamsiz. What do you think? Siz qanday o'ylaysiz degan ma'nosi chiqadi. Shunday, bu yerga jin talaffuz qilgan chaqda ingliz tilida qanday talaffuz qilamiz degan chaqda d deb talaffuz qilamiz. What nima? What bo'yicha emas, wa deb olamiz. Wa ga d ni qo'shamiz, what. You'ning yana bir deyilish so'lman sizlarga o'tib o'tgan y. What do you? What do you? What do you think? What do you think? Yani demakchi bu yerda ingliz tilida. Masalan, do yoki does savol yasaydigan qo'shimcha savol yasan qo'shimcha diqqat qilinglar. Bu aslidagi qilish etish degan ma'nosi chiqib qolib qolsa, vaqtida bu bo'yicha aqlolmaydi. Faqat oddiy hozir zaman jumlasidagi qo'shimcha savol yasaydigan qo'shimcha fe'l, ya'ni fe'l deyishga bo'lmaydi. Nima hech qanday ma'nosi yo'q dedim. Oshna olasida buni qisqartib d deb talaffuz qilsizlar. Masalan, you think, siz o'ylaysiz. Do you think? Do you think? Siz o'ylamsiz. Endi qanday o'ylaysiz? What? What do you think? Endi buni what do you think deb olmaymiz ingliz tilida. What t'ni qisqartaymiz, do'ni d deb olamiz, you'ni y deb olamiz. What do you? What do you? What do you think? What do you think? What do you think? What do you? Ha? Nayt ko'pda mashq qilishing kerak. What do you? Ha? What do you think? Siz qanday o'ylaysiz? Why do you think? Why do you think? Siz nima uchun bunday o'ylaysiz? Why do you think? Ha? Why do you think in this way? Siz nima uchun bunday o'ylaysiz? Ya'ni bu qo'shimcha bo'lgan chaqda d deb ilindi, you'mi y deb ilindi, oldidagi what ni wa deb olasizlar, ha? Why ni wa deb olasizlar. What do you? Ha? What do you think? Why do you think? Ha? Why do you think? Mush bo'yicha talaffuz qilindi. Shunlashqa, why do you come? Masalan, why do you go to school every day? Deb jumaymiz ingliz tilida. Why do you deb jumaymiz? Why do you go to school every day? Why do you go to school every day? And why do you go to school every day? Masalan, what do you think? What t'ni mammaymiz? What do you think? Mush bo'yicha talaffuz qilasizlar. Ha, mush bo'yicha talaffuz qilasizlar. Ya'ni demakchi, do savol yasash qo'shimcha bo'lgan chaqda buni do deb olmay d. What ni why? What do you? What do you? Ha? Why do you? When do you? Deb olasizlar. Doesn't you? Doesn't this deb olamiz. This. Masalan, he needs. O ehtiyojli. Does he needs? O ehtiyojliqmi? Shunaqa. What does he need? O nimaga ehtiyojli? Lekin ingliz tilida what does he need deb olamdi? No. Ingliz tilida apchimaydi. Undasi qanday ekanmiz buni? Why? What does he need degani what does he? He ni e. What does he? 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 Demakchi sizlar ingliz tilida nayti ash bo'yicha
ko'plab mashq qilsizlar. What does he? What does he? What does he? What does he? What does he need? What does they need? Hatta he'ni mu I deb talaffuz qilasizlar. What does he need? What does she need? What does she need? What does she need? What does he need? What do مثلا what does it need? What does it need? What does it need? What does he need? What does he need? What does he? What does he? What does he need? Shu bo'yicha olasizlar. Does. Masalan, why does he do that? U nima uchun bunday qildi? It do that. It do bu qiladi. That uni. It do that. Bu uni qiladi. Does it do that? Bu uni qilamdi. Why does it do that? Bu uni nima uchun qiladi? Ma'lum bir narsa shunaqa. Undan so'ng ingliz tilida what does it do that demdiq? No. Ikkinchi do haqiqiy qilish degan ma'noni bildirdi. Uni o'z petalimiz qisqartishga bo'lmaydi. Endi birinchi does degancha bu qo'shimcha belgi. Unda buni qisqartirish bo'ldi. Why does it? Does it? Why does it do that? Why does it do that? Why does it do that? Shunlashgan inglizlar gap qanchag'ini tushunmaygan nima degan dal mushani gap chiqdi. Why does it do that? Why does it? Why does it do that? Siz bo'lsan why does it do that deysizlar. Inglizlar nega why does it do that? Deytgan shuning bilan siz tushunmaysiz. Shunlashgan bu ya'ni does do qo'shimcha fe'l bo'lgan chaqda buni qisqartib bilan d yoki does deb osonlar bo'ladi. Masalan, when does he sleep? He sleeps. U uxlaydi. Does he sleep? U uxlamdi. When does he sleep? U qachon uxlaydi? Endi ingliz tilida sizlar qanday deysizlar? When does he sleep deysizlar. Lekin when does he sleep? When does he sleep? When does he sleep? When does he? He deb bilsam. When does he sleep? When does he sleep? Shunlashqa ingliz tilida ko'ngan chaqda boshdan boshlab mashq qilaversanlar, inayt ingliz tilini yaxshi chiqadi. Masalan, what do you think? What do you think? Shunaqa? What do you think? What do you think? What do you think? When does he sleep? When does he? When does he sleep? What does he need? What does he need? What does he need? Hatta he amsanmu he degan chiqadi. What does he need? When does he sleep? Demakchi, ingliz tilida do yoki does qo'shimcha fe'l bo'lib, ya'ni asli qilish etish degan ma'nosini sirt qo'shimcha fe'llar savol yozgan chaqda, o'qigan chaqda qanday olganmiz? D yoki does deb olganmiz. Bo'shdan diqqat qilsizlar, biz buni mashq darsda intan ko'plab mashq qilamiz. Shu orqali sizlarningki so'zlash qobiliyatinglar va anglab tushunish qobiliyatinglar intan tez o'sadi. Shu mashqlarga vaqtida qatnashinglar. Ingliz tili grammatikasi ichidagi zamonlarning ichidagi oddiy hozirgi zamon demakchi bu nimani ifodalayotgan shuna bo'lgan chaqda, ya'ni men odatda, u qiz odatda yoki davomliq degan mushu holatni ifodalayotgan. Bu zamonda gap qanchag'ingilda mayli sizlar odatda degan gapni qo'shanglar yoki qo'shmanglar, buning ma'nosi ash bo'yicha chiqadi. Masalan, I study biology desanglar, men biologiya o'rganaman desanglar, burun o'rgangan, hozirmi o'rganyapsizlar, bundan keyin ma'lum mazgilgacha o'rganisizlar degan yo'shirin ma'noni beraverdi. I go to school desanglar, men maktabga borgan, men maktabga bormoqchi, men maktab beryapman degan gap bo'lmaydi, balki men maktabda o'qiyman odatda degan gap bo'ldi. Masalan, I do desanglar, men qilaman degan gap. Qilmoqchi emas, qilgan emas, qilyapman emas, balki men davomli qilaman. Masalan, I speak English. Men ingliz tili so'zlayman degan gap bo'lgan-ku. U degan gap kelgusi so'zlayman, o'tmish so'zlayman, hozir so'zlayman degan gap emas. Men burundan so'zlay oldim, o'rganib bo'lgandan keyin hozirim so'zlay olaman. Bundan keyin ma'lum mazgilgacha unutib ketmasam yoki boshqa ish bo'lmay qolib qolsa yoki o'ylab ketguncha men yana so'zlayman degan ma'noni
yo'shirin ifodalab keldi. Bu yerda vaqt altı bo'lsin, bo'lmasin, buning yo'shirin ma'nosi yanıla davomliq yoki doim, odatda degan ma'nolarni yo'shirin o'z ichiga elib ketgan bo'ldi. Shunlashqa buni mush bo'yicha tushansanglar bo'ldi. Masalan, I don't eat apple desanglar, men olma yemayman degan gap, at yemeymen, tushdan keyin yemeymen yoki burun yemagantim degan gap emas, men odatda olma yemeyman degan ma'noni bildirdi. Shunlashqa mushaga diqqat qilsanglar bo'ldi. Eng muhim gap shu, ya'ni oddiy hozirgi zamon yoki odatdagi hozirgi zamon ingliz tilidagi bu odatda bo'ladigan, qarorlik bo'ladigan harakatni ifodalaydi. Garchi buning ichida vaqt kelsin, kammisin o'xshashlam shu ma'nida ifodalab berdi. I go to school degan men o'qiyman degan gap bo'ldi. Hargiz men maktab bormoqchi degan gap bo'lmaydi. Shunga mushunga diqqat qilasizlar. Xo'sh, xulosalab o'taylik unda bo'lsa. Xo'sh, unda bo'lsa biz odatdagi hozirgi zamonning xulosasini chiqaraylik. Odatdagi hozirgi zamon, ya'ni ingliz tilidagi odatdagi hozirgi zamon doimli holat, doimlik, mezgillik, qarorlik harakat, o'zgarmas qonuniyat, shunaqla kelgusdagi vaqt jadvali aniq bo'lgan harakatlarni bildirar ekan. Eng muhimi, sizlar eng muhim qilib bilib olganinglar, bu davomliq bo'lgan harakatni va holatni ko'rsatadi ekan, hamda buningga vaqt olti qo'shilmagan taqdirda, misol tarjima qilgan chaqda deb tarjima qilib olsangiz bo'ldi ekan, vaqt olti qo'shilmagan taqdirdami, ya'ni odatda degan ma'no, ya'ni gapni qo'shib tarjima qilib olsanglar xato chiqmaydi ekan. Jumla qurilmasida agar kesim fe'l bilan tuzilgan jumla bo'lsa, masalan is, am, are bilan tuzilgan jumla bo'lsa, kesim fe'lni oldiga chiqaruvchi orqali haqiqiy harakat fe'li bilan tuzilgan jumla bo'lsa, jumla oldiga do'ni qo'shish, uchinchi shaxs birlik bo'lsa, doesni qo'shish orqali savol jumlasini yasaydi ekanmiz. Inkor jumlasini yasagan chog'da agar be fe'l, ya'ni kesim fe'l bilan tuzilgan jumla bo'lsa, kesim fe'ldan keyiniga notni qo'shib qo'ysangiz bo'ldi ekan. Biz buni nihoyat ko'p mashq qildik. Agar haqiqiy fe'l bilan tuzilgan jumla bo'lsa, haqiqiy fe'lning oldiga do not yoki does not, ya'ni uchinchi shaxs birlik bo'lgan chog'da does notni qo'shib buni inkor jumlaga, yoki bo'lishsiz jumlaga aylantirsak bo'ladi ekan. Bu oddiy so'roqninki oldiga alohida so'roq so'zlarini qo'shish orqali alohida so'roq jumlalarni yasash bo'ldi ekan. Diqqat qildiringlar, alohida so'roq jumlalarni yasagan chaqda faqat nimaga diqqat qildik ekamiz? Logikaga va alohida so'roq so'zi bilan jumla ichida taqishilgan bo'laklarning bo'lmasligiga diqqat qilsak bo'ldi. Shuning bilan bizningki odatdagi hozirgi zamon mushiyat tugdi. Qolganini biz mashq darsda intayin ko'plab mashq qilamiz. Shu orqali bilib olasizlar. Xayr, mashq darsiga vaqtida qatnashinglar, topshiriqlarni vaqtida ishlab yo'llanglar.